Endi andijonlik yoshlar nafaqat sport bo'yicha chempion bo'lishadi, balkim o'zimizda Elon Musklar ham chiqadi, chunki Andijonda zamonaviy iBoss IT akademiyasi ochildi. iBoss IT akademiyasi Andijonimizda yangi ochilgan eng zamonaviy, yangi ilg'or texnologiyalarni o'rgatadigan markaz. Bu Bekzod aka iBoss akademiyasi asoschisi. Bekzod aka bunaqa laboratoriyalarni kinolarda ko'rardim. Nima qilasizlar bu yerda? Endi bunaqa laboratoriya o'zimiz jonajon Andijonimizda ham bor. Bu yerda ko'rishimiz mumkin 3D modeling, 3D scanning, 3D printing. Bu yerda go'yoki qo'yingki bola nimani o'ylasa shu narsani yasa oladi, kerak bo'lsa raketani yasab o'zi uchira oladi. iBoss akademiyasida farzandingiz dasturlash, kompyuter savodxonligi, sun'iy intellekt va robototexnika kabi zamonaviy eng kerakli kasblarni o'rganadi. Bolalar uchun qiziqarli RoboKids va RoboJunior mashg'ulotlari, yoshlar uchun esa IT va sun'iy intellekt bo'yicha chuqur kurslar mavjud. Qolaversa, iBoss akademiyasida zamonaviy texnologiyalar va kuchli kompyuterlar bilan jihozlangan coworking zona mavjud. Undan tashqari bu yerda barcha turdagi darslar, treninglar va har qanday darajadagi muzokaralar olib borish uchun texnik imkoniyatlar mavjud. Akademiya haqidagi batafsil ma'lumotni quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda olishingiz mumkin. Manzil Andijon shahar, Navro'z Mall ro'parasida iBoss akademiyasi.